Voy va nihoyat turdim kecha. Rosa bakalashga terib charchuvdim. Kiyvolamiz. Kamera yonar ekan. Voy sizlarga assalomu alaykum. Obunachilar yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Sizlar bilan yana o'sha men Shahrizoda. Ovozim bo'g'ilib qoldi chunki men rosa charchadim. Voy boy kelibdi. Boy kelibdi. Assalomu alaykum boy aka. Rahmat. Qanaysan? Yaxshi. Voy assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men senga ehsonlik. Boy aka, sizdagi boy insonlar ko'paysin. Ishingiz yo'qmi-da? Yo'q. Hozircha. Iltimos boy aka ish bering. Hop. Baqachi. Uyimga kirdi. Kiraveraymi? Senga bitta narsa xursand qilish uchun beraman. Mayka. Bronerlarni olma. Voy, zo'r narsalar. Ana to'xta. O'sha sandiqni och. Shunimi? Ha, ochdim. to'g'ridan avval jinja. Olur. Bil. Hammasini oldim boy aka. Hoppa. Iltimos boy aka ish bering. Ish. Hozircha yo'q. Keyin kelur. Pul beraman boy hozir. aka. Pul berdingiz-ku, rahmat. Voy, obunachilar boyni zo'rligini. Voy. Lekin daraxt chopishga ish bersa zo'r bo'laydi-da. Baqaga. Boy aka. Ish var. Hozir to'xtab turing. Bugun shaxtaga ham tushaman. Boy aka. Hozir daraxtlarni chopasan. Bolta bering boy aka. O'zing bolting yo'qmi? O'zimnikini hali ko'p ishlataman-da, o'zim kerak bo'ladi. O'ttiz ikkita daraxt chopib kelasan. Boltam singinicha. Oltin bolta beraman. Uzr. To'xta. Oldim boy aka. Lekin yaxshi bo'ldi obunachilar. Daraxt chopamiz va boy aka pul beradi. Yana pulli bo'lamiz. Singinicha daraxt chopgin, keyin senga zo'r narsa beraman. Pul bersiz bo'ldi boy aka. Boy aka, mol qo'ylaringiz ham bor-a? Nimaga? Menda yo'q-da. Senga bittasini beraymi? Yo'q, shart emas. Boy aka 26 ta chopdim. 26 ta ber. Yo'qdaman. Boy aka, siz ham boylarga o'xshab kiyinib yurmaysizmi? Men boy bo'lsam ham lekin kiyinib yurmayman. Boy aka. Ertaga yana ishlaringizni qilib bersam bo'ladimi? Shaxtaga tushasan, hamma. Bugun shaxtaga tushur. Buguncha boy aka, bu o'sha katta pul. Bo'laveradi. Senga bo'laveradi. Rahmat. Keyin ham eski vaqt ketganda. Men yangisini kiydim. Yangi oldim bozorda. Endi olib keldim. Bozorga chiqdim. Sandig'imga qo'yib berolmaysiz? Kiyva hozir. Uyingga kirib chiqsa, kiyib chiqsa hozir kiyma. Hop. Oyoq kiyiming tushib qolibdi menga. Rahmat boy aka. Endi yangi kiyim kiyamiz obunachilar. Hop, bugun men boy aka mana yarashibdimi? Hozir kiyimimni kiyib olay. Uyingizga kiraveraymi? Kelmaydi hozir.
Rahmat baraka. Endi anu nima edi? Shaxtaga tushur. Shaxtaga tushaveraymi? Ha, shaxtaga tushur. Buguncha shaxtaga tushur. Shaxtadan chiqqaningdan keyin pullarni menga ber, senga ajratib beraman. Voy. Bu yerda zo'r narsa. Voy, olmos. Boyaga nechta olmos chiqib 6-7 yetadimi? Buguncha ishlovchi, haqqingni beraman keyin. Uyingdan lekin o'g'irlama. Xo'p. Senga pullar olib qo'yganman. Boyaga Juda ko'p. Ish haqqing o'sha. Qani? bo'ldim boyaga. Tasha pullar. Mana Olmasmi? almas, izamrud, ko'mir ko'radim. Bugungi haqqing bu. Keyin bu. Keyin bu. Bo'ldi boyaga, yetadi, rahmat. Boyaga arzimagan narsalar uchun siz menga shuncha narsa berdingiz. Mayli, men saxiy bo'yman. Hammadan kuchli bo'yman. Endi men bulardan o'zimga oltinli biron yara yasasam bo'ladi. Boyaga Ha, daraxtlaringizdan choparaymi? O'zimga verstaklar yasamaganman-da, maylimi? beraman. Voy, olma bor ekan. Boyaga olmangizdan oldim. Hop, daraxtdan tushgan olma. Mayli. Boyaga Chop, bir ikkita daraxtingizdan Chopar, chopyapman. Chopar. Yaxshi. Boyaga qarab oling. Ha, Men daraxtingiz chopganim. Xo'p, endi mana yasish. tak. Kiravering boyaga. Bo'pti, hech narsa kirmadim. Hop. Hozir boyliklarimni ko'rib tushuvchi birovlar kambag'alga pul berarman. Hop. Oh my god. Kakras pulim bor ekan. Kambag'al. Boyaga, assalomu alaykum. Baqaka. Boyaga o'zim pulim ko'p kerak emas. Mayli, olaver. Yo'q, o'zim pulim ko'p, rahmat. Yaqinda uyimni ham yangilab remont qilib olaman. Lekin shu kunlarda mazam bo'lmayapti. Bir stak izamrud kelib qoptimi? Menimcha bu boyagani shu bo'lsa kerak. Uxlasham sira. Boyaga yaxshi damaling. Yaxshi damadim. Voy, men ham qolay. Voy, nihoyat turdim. Voy, ertalabdan. Onachilar, videomizning birinchi qismi xuddi shu joyda tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga xayr.
Mana boy aka bilan xayrlashib qo'yasizlar. Keyingi qismlargacha hamilaga xayr.